Assalomu alaykum. Quvvatbek kuzatib boruvchilari. Quvvatman Tolmazor mahallasida yangi ishimiz bitdi. Balki 6 millionga. Hop, 3 ta eshik, bitta rom olib kelib o'rnatib berdik. 86 ga 218 bitta alyumin eshik. Ba'da 252 ga 1.7 poligonneli bitta rom plus red pen. Ba'da 2 qanatlik 1.10 ga 235. Buni ko'rishingiz mumkin. Red pen plus bo'lgan bu ham. Hozir bu eshiklar ochilishini ko'rsatib beramiz. Evet, kelganimizda mana bitta Alpro bambiriklari original Red Pen firmasiga tegishli. Hop, graf ruchka, graf zamok. Ko'rishingiz mumkin. Двойной oyna, ziyodachilik zamok. Har doimgidek Quvasa ekfada 4 tadan oshiq yopilishiga baho berasizlar. Umuman taytevasi 220 bo'lgani bilan hop nimasi yo'q. Hali taytevasi o'ynashi yo'q. Mana bu yerga bu romimiz o'zi tayyor razmeri bor edi. Akaga arzonroq berib yubordik. Bitta joyga yasab qo'ygan edi, atga so'p ketadi. Rangini kelisholmay qoladi. Shu akaga nasib qilgan ekan. Hop. 252 ga 1.47. Ak plus 35 lik poligonnilari bilan atpechatga ruchka. Habishni ochlari. Bu ham двойной oyna. Bitta hammomga eshik bor. Hop, hammomda eshigi 65 ga 1.75. Hop, 3 ta eshik, bitta romni 6 million so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Quvasa ekfada qolinglar, Quvasa ekfada olmasiz bilan.